Уже ancha assortimentimiz tayyor bo'ldi. Mana sizlarga qancha assortiment qilib qo'ydik. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Hozir sizlarni tanishtiraman bular bilan. Ayni damda bizda nalitli somsa xamirlarimiz bor. Ani kuni rosa so'radinglar, lekin unda qilishga ulgurmagan edik. Mana shunaqa upakovkada bo'ladi. Somsa xamirimiz 1 kilo, sariyog'li, shunaqangi mazali bo'ladi. Jig'ildoniylar qaynatmaydi. Bitta upakovkada 25-30 tacha chiqadi. Xo'p, bu yerda yana kotletlarimiz, ko'rsanglar bo'ladi, mol go'shtidan, tovuq go'shtidan, pochkada 4 ta bo'ladi. Narx-navolar price-ni hali kechiktirib qo'yamiz, lekin nima kerak bo'lsa yozsanglar narxlarni aytamiz. Bu yerda sosiskali bulochkalarimiz, ichida 8 ta bo'ladi. Qaranglar, buni duxovkaga tiqsanglar shunaqangi воздушный bo'lib chiqadi. Sosiskalarni ham mazasi rosa ham zo'r, mazza qilib yeysizlar. Bu yerda cheesy kotletlarimiz pochkada 4 ta bo'ladi. Donasi 16 mingdan. Bu yerda chipslarimiz, qaranglar. Hop, bu yerda yana frikadelkalarimiz rosa ham mayda qilingan, piyozlari to'g'ralgan, misarofka qilinmagan. Hop. Mini kotletlarimiz, qaranglar, mini kotletlar ichida 26-27 ta bo'ladi, yarim kilo bo'ladi. Buni imенно farzandinglarga ertalab shundoq qo'rib, nonni o'rtasiga qo'yib bersanglar, obedda maktabda mazza qilib obedlanadi. Rosa zo'r narsa. Hop, bu yerda bizda yana qiymali, kartoshkali, ya'ni pyureli pirojkalarimiz bor. Bu qanaqa tayyorlanadi? Ozgina ertasizlar, mana yog'dan tushirasizlar. Shundoq yog'da qovursanglar, ishi воздушный, yumshoq bo'lib chiqadi. Olmali pechenyelarimiz tayyor bo'lgan. Ichida hop 15 ta bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni bemalol o'zingiz duxovkada pishirasizlar. Pishirganingizdan keyin saxarni pudr sepasizlar, deb mazza qilib qaynoqqina choy bilan yeysizlar, zo'r ketadi-ku. Bu yerda mantilarimiz qovoq, kartoshka, go'shtli 3 xil assortimentda mantilarimiz bor. Xasib xonimlarimizdan ko'rishmoqchiman. Qaranglar, ularni qanaqa tugilishiga e'tibor beringlar. Juda ham akkuratni tugilgan. Somsalarimiz, go'shtli somsalarimiz, undan tashqari qovoqli somsalarimiz bor. U hozir pastda hali upakovka qilinmagan, endi upakovka qilamiz. Kartoshkaligi ham bor. Bu yerda bizda kruassanlar, bulochkalar, duxovkaga tiqib olsangiz shunaqangi katta bo'lib chiqadi. Mazza qilib choy bilan ichasizlar. Hozircha assortimentlarimiz shu, deyarli yarimidan ko'p assortimentimiz bor. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Eng muhimi quyon go'shtidan ko'pchilik so'rab qo'ymayapti deylar. Bugun narx-sotuvga chiqaramiz. Hammasi свежий. Mana chuchoramizga ahamiyat beringlar. Qanaqangi chiroyli bir tekisda mayda qilib tugilgan, pochkada yarim kilo bo'ladi. Rosa ham barakali, narxi 55 ming so'm. Bu yerda zavtrak uchun sirnikilar, qaranglar, ichida 6 ta bo'ladi. Price so'zini yuborsanglar hammasini narxini tashab beramiz. Mantilar, go'shtli, kartoshkali, qovoqli mantilar bo'ladi. Somsalar, turetskiy somsa, qovoq somsa, go'shtli somsa, kartoshkali somsa, sosiskali bulochkalar, pirojkalar 2 xili bor. Pyureli bo'ladi, qiymali bo'ladi. Hammasi yarim tayyor. Shunda olib yog'ga sovurib qo'rib olsanglar bo'ldi. Bu yerda xasib xonimlar, undan tashqari somsa xamiri, bilasizlar, biz sariyog'ga qilamiz. Rosa kumur bo'ladi. Jig'ildoniylar qaynatmaydi. Mayda frikadelkalar, bu yerda teftellar, bu yerda assortida qaranglar, mana bunaqa chiroyli tugilgan toq bo'ladi. Bir xil tarzda tugilgan, juda ham yupqa karom. Hatto bolgarskiy bu yerda 1 kilo. Navbatdagi zakazimiz, bu yerda klientimiz 2 ta quyon go'shtidan mini kotlet zakaz qildilar. Primerni ichida 23 tacha chiqadi. Keyin yarim kilo toqimizdan zakaz qildilar. Qaranglar, qanaqa chotki upakovkalari ham, tugilishi ham, nachinkalar rosa добрый bo'ladi. Bitta dungan salat, bitta olmali pechenye, quyon go'shtidan frikadelka zakaz qildilar. Mo'yshiy sredstolarimizdan ham zakaz qildilar. Naryod tayyor qilib qo'ydik уже. Voy, gaplarim ham chalkashib ketyapti. Sizlar ham bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Nalijida hamma narsalarimiz bor.